Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli deputat va senatorlar, muhtaram mehmonlar. Bugun Oliy Majlis va ko'p millatli xalqimizga kelgusi yil uchun murojaatnomani taqdim etar ekanman. Hammalaringni mana shunday kayfiyatda ko'rganimdan, sog'-omon bo'lganlaringdan juda xursandman. So'nggi 9 yilda biz sizlar bilan el yurtimiz bilan birgalikda katta taraqqiyot yo'lini bosib o'tdik. Iqtisodiyotimiz yangidan shakllandi. Bozor munosabatlarini, ijtimoiy himoyani kengaytirdik, qonun ustuvorligini mustahkamladik. Eng muhimi islohotlarimiz samarasini har bir mahalla, har bir xonadon, har bir inson kundalik hayotida albatta his etmoqda va bu bizga kuch-qudrat beryapti. Bir so'z bilan aytganda biz islohotlarni aniq amaliy natijaga aylantirishni o'rgandik desak, bu ham adolatli haqiqat. Buning tasdig'ini tobora yangicha qiyofa kasb etib borayotgan shahar va qishloqlarimizda zamonaviy korxonalar, savdo servis maskanlari, maktab, bog'cha va shifoxonalar, obod ko'cha va mahallalar, transport, logistika tizimi, raqamli xizmatlar misolida yaqqol ko'rish mumkin. Qadrli vatandoshlar, bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan va yaqingacha hech kim tasavvur qila olmagan o'zgarishlar, davlatlar o'rtasida iqtisodiy qarama-qarshilik, xavfsizlikka tahdidlar ortib borayotgan tahlikali bir vaziyatda sizlar bilan o'ta murakkab yilni yakunlayapmiz. Qanchalik og'ir bo'lmasin, boshlangan demokratik islohotlarimizni qat'iy davom ettirganimiz, inson qadrini mustahkamlash, xalqimizni rozi qilish bo'yicha juda katta ishlar qilganimizni hamma ko'rib turibdi. Xalqimizning qo'llab-quvvatlashi va yoshlarimizni g'ayrat, shijoati, hamjihatlik asosi bo'lgan mahallaning hayotimizdagi o'rni va ta'sirini kuchaytirganimiz, odamlarimizning ongi va dunyoqarashini o'zgartirib, el yurtimizni yanada jipslashtirganimiz, tadbirkor, dehqon va fermerlarimizning tashabbuskorligi va mardona mehnati, o'zaro manfaatli hamkorlikka asoslangan do'stona tashqi siyosatimiz hisobiga 2025-yilda barcha sohalarda ulkan yutuqlarga erishdik. Avvalo jahon miqyosida ishlab chiqarish, transport, logistika zanjirlari uzilgan, xomashyo va moliyaviy resurslar narxi oshgan sharoitda ham mamlakatimiz iqtisodiyoti ishonchli va barqaror o'sishda davom etayotganini qayd etish lozim. Bu natijalar dunyo hamjamiyati va nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilmoqda. E'tibor bering, bundan 9 yil oldin iqtisodiyotimiz hajmini 100 milliard dollarga yetkazish biz uchun juda katta marra bo'lib ko'ringan. Umuman iqtisodiyotimizda bunday raqamlar. Bu yil tariximizda birinchi marta yalpi ichki mahsulotimiz 145 milliard dollardan oshdi. Bunday yuksak natijalar xalqimizning, barchamizning qanday ulkan ishlarga qodir ekanimizni yaqqol namoyon etmoqda. Global savdo tizimida o'yin qoidalari o'zgarayotgan bir paytda biz bu yil eksportimizni 23% ga oshirib 33.4 milliard dollarga yetkazamiz. Eng muhimi islohotlarimiz uchun mustahkam moliyaviy baza bo'ladigan oltin valyuta zaxiralarimiz ilk bor 60 milliard dollardan oshdi. Bu yil iqtisodiyotimizga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi 43.1 milliard dollarga yetdi. Bu juda katta raqam. Jami investitsiyalar yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 31.9% ni tashkil etmoqda. Bu esa iqtisodiyotimiz kelgusi yilda ham yuqori sur'atlar bilan barqaror o'sib borishi uchun zamin bo'ladi. O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro' e'tibori va nufuzi, xalqaro reytinglardagi o'rni tobora mustahkamlanib bormoqda. Xususan yetakchi xalqaro reyting agentliklari
mamlakatimizning suveren reytingini BB minusdan BB pog'onasiga ko'tardi. Bu gaplar ko'pchilikka oddiy fakt bo'lib qoladi. Lekin iqtisodchilar, investor va bankirlar gap naqadar katta natijalar haqida borayotganini juda yaxshi tushunadi. Birgina ana shu o'zgarish tufayli chetdan jalb qilinadigan resurslar foiz stavkasi pasayib, tashqi qarz xarajatlari kamida 300 million dollarga kamayadi. Shuningdek, Jahon banki e'lon qilib borayotgan davlatlarning texnologik yetuklik indeksida O'zbekiston 71 pog'ona yuqori ko'tarilib, dunyoning top 10 ta mamlakatlari qatoridan joy oldi. Aholi farovonligi va biznesni o'stirishga xizmat qiladigan infratuzilmani yanada yaxshilash bo'yicha ham 2025-yil katta o'zgarishlar yili bo'ldi. Xususan energetika sohasida tub burilish yasaganimiz hisobiga elektr ishlab chiqarish hajmini 85 milliard kilovat soatga yetkazdik. Tasavvur qilinglar, 2017-yildagi 60 milliard kilovat soat generatsiya darajasida qolib ketganimizda hozirgi iqtisodiyotimiz hajmi 2 karra osharmidi? Ishlab chiqarishning o'sib borayotgan talabining va 38 million aholi ehtiyojini qoplab bera olarmidik? Bu yil 188 ta mahalladagi 715 ming aholi yashaydigan xonadonlarga birinchi marta toza ichimlik suvi kirib bordi. Yana 2 million 300 mingga yaqin aholini suv ta'minoti yaxshilandi. Yoki 867 ta og'ir mahalladagi 470 mingta xonadonga tomorqalarini sug'orish uchun ilk bor suv yetib bordi. Joriy yilda aholiga 8 million 100 ming kvadrat metr ko'p qavatli uylar topshirilmoqda. Odamlarning o'zi ham yashash sharoitini yaxshilash uchun 19 million kvadrat metr maydonda qurilish qildilar. Biznes vakillari tomonidan 24 million kvadrat metr noturar joy obyektlari barpo etildi. Umuman so'nggi 9 yilda 210 million kvadrat metrli turar joy va noturar joy obyektlari foydalanishga topshirildi. Bu raqamlarga urg'u berib aytayotganim albatta bejiz emas. Agar yo'l, suv, elektr va boshqa infratuzilmalar uchun zarur mablag'ni topib bermaganimizda, quruvchi va qurilish materiallari korxonalari uchun sharoit yaratmaganimizda, ipoteka tizimini yo'lga qo'ymaganimizda buncha bunyodkorlik ishlar albatta o'zi bo'lmas edi. Sharoit yaratdik, imkon yaratdik, xalqimiz nimaga qodir ekanini o'zlari ko'rsatdi. Joriy yilda 5 million aholimizning daromadli bo'lib, ishsizlik darajasi 5,5% dan 4.9% ga tushdi. Qariyb 1,5 million ehtiyojmand aholi kambag'allikdan chiqdi. İlk bor 1435 ta mahalla kambag'allikdan xoli hududga aylandi. Kambag'al oilalarga mansub 168 ming nafar bola davlat bog'chalariga imtiyozli asosda qabul qilindi. Bu yildan boshlab 208 ta bog'chada birinchi marta inklyuziv ta'lim tizimini joriy etdik. Ta'kidlash kerakki, yurtimizda kambag'allik darajasi yil boshidagi 8.9% dan 5.8% ga tushdi. Bir eslang bu ishlarni boshlaganimizda aholimiz 3dan 1 qismi kambag'allik chegarasiga yashar edi. Kredit, subsidiya, kompensatsiya kabi 100 dan ziyod xizmatlar orqali ijtimoiy himoyaning mutlaqo yangi tizimini yo'lga qo'yganimiz va bularning mahalladagi yettilikning o'ziga berganimiz natijasida 8,5 milliondan ziyod odam kambag'allikdan chiqdi, ishsizlik 2 karra qisqardi. Natijada 3 yil oldin kambag'allikni 2026-yil yakuni bilan 2 karra qisqartirish bo'yicha olgan marramizning shu yilning o'zida uddaladik. Bu xalqaro tashkilotlar bergan raqamlarga asoslangan ma'lumotlar. Shuning uchun men bir gapni har safar aytaman, mashaqqatli mehnatimiz bilan hurmat qilishga majbur qilyapmiz hammani. Eng muhim yutuqlarimiz haqida so'z yuritganda azmu shijoatli sportchilarimizning nufuzli xalqaro musobaqalarda erishgan g'alabalarini mamnuniyat bilan ta'kidlash o'rinli deb bilaman.
Avvalo O'zbekiston futboli uchun 2025-yil chinakam tarixiy yil bo'ldi. Milliy terma jamoamiz ilk bor jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Mohir shaxmatchilarimiz jahon kubogida munosib ishtirok etdi. Ayniqsa navqiron grossmeysterimiz Javohir Sindorov eng yosh jahon kubogi sohibi bo'lgani albatta barchamizga yuksak g'urur bag'ishlaydi. Eng muhimi, shaxmat olamidagi yutuqlarimiz shu bilan to'xtab qolgani yo'q. O'tgan haftada 9-17 yoshli shaxmatchilar o'rtasida Rapid va Blitz yo'nalishlari bo'yicha jahon chempionati yurtimiz vakillari 5 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medalni qo'lga kiritib, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladilar. Bu yilgi yoshlar para Osiyo o'yinlarida jasorat va matonat sohibi bo'lgan sportchilarimiz 125 ta oltin, 77 ta kumush, 52 ta bronza medalni qo'lga kiritib, ishtirokchi davlatlar orasida eng yuqori natijalar qayd etdi. Bularga yana bir marta tasanno. Hech shubhasiz iqtidorli o'g'il qizlarimiz ta'lim, ilm, fan, madaniyat, san'at, sport va boshqa sohalarda erishayotgan katta yutuqlari bilan ham O'zbekistonimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqda. O'quvchi va talabalarimiz joriy yilda xalqaro fan olimpiadalarida 51 ta oltin, 101 ta kumush, 126 ta bronza medallarni qo'lga kiritib, o'z bilim va salohiyatini butun dunyoga namoyish qildi. El yurtimiz faxri bo'lgan bunday farzandlarimizga, ularning ota-onalari va ustoz murabbiylariga yana bir bor chin dildan tasanno aytib rahmat demoqchiman. Ma'lumki, O'zbekiston kelgusi yili 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasiga 2027-yilda 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatiga 2029-yilda esa yoshlar Osiyo o'yinlariga mezbonlik qiladi. Shu bilan birga 2026-yilda yurtimizda ilk bor maktab o'quvchilari o'rtasida nufuzli xalqaro kimyo va informatika olimpiadalari, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar talabalari o'rtasida muhandislik yo'nalishlarida, Turkiy davlatlar texnikum o'quvchilari o'rtasida kasb yo'nalishlarida xalqaro olimpiadalar o'tkaziladi. Ushbu musobaqalarda ham farzandlarimiz munosib ishtirok etadi deb ishonamiz. Bunday nufuzli tadbirlar vatanimizning rivojlangan sport va ilm-fan mamlakatiga aylantirish, uning obro' e'tiborini yuksaltirishga albatta xizmat qiladi. Keyingi paytda yurtimiz global masalalar muhokama qilinadigan xalqaro muloqot maydoniga aylanib bormoqda. Xususan bu yil parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi, UNESCO bosh konferensiyasining sessiyasi, Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi sammiti va xalqaro iqlim forumiga mezbonlik qildik. Shuningdek, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston yetakchilarining mart oyida Xo'jandda bo'lib o'tgan uchrashuvda birinchi marta 3 mamlakat davlat chegaralarining tutash nuqtasi to'g'risida tarixiy shartnoma imzolandi hamda abadiy do'stlik to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilindi. Mintaqamiz davlat rahbarlarining yaqinda Toshkentdagi maslahat uchrashuvi chog'ida biz integratsiya jarayonlarini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun Markaziy Osiyo hamjamiyati strategik formatini tashkil qilish g'oyasini ilgari surdik. Ozarbayjonning Markaziy Osiyo formatiga to'liq huquqli a'zo sifatida qabul qilish to'g'risidagi qaror tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu qadam Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz o'rtasidagi strategik bog'liqlikning va barqarorlikning kuchaytirishi shubhasiz. Shu bilan birga oktyabr oyida Bryusselda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi. Noyabr oyida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va AQSh sammiti ko'p tomonlama va uzoq muddatli sheriklikning sifat jihatdan mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qildi. O'tgan haftada Tokioda Markaziy Osiyo va Yaponiya yetakchilarining uchrashuvida ta'lim,
tibbiyot, raqamli texnologiyalar, infratuzilma va sanoat sohalari bo'yicha muhim kelishuvlarga erishdik. Shu haftaning boshida esa Sankt-Peterburgda mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ham hamkorligimizning yangi yo'nalishlarini belgilab berdi. Bularning barchasi xalqaro aloqalarimizning mazmun jihatdan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Biz dunyodagi uzoq yaqin mamlakatlar bilan Sharq va G'arb, Shimol va Janub bilan hamkorlik ko'priklarini qurishda davom etamiz. Muhtaram yig'ilish ishtirokchilari, bundan 2 yil oldin O'zbekiston 2030 strategiyasini qabul qilganimizda yalpi ichki mahsulot hajmini 2030-yilgacha 160 milliard dollarga yetkazishni belgilab olgan edik. Ko'rib turibsiz, mavjud salohiyatimiz, bugungi islohotlarimiz, tadbirkorlarimizning faolligi, xorijiy sheriklarimiz bilan hamkorligimiz o'sib borayotgani hisobiga bu marraga 2026-yilning o'zida erisha olamiz. Hozirgi global iqtisodiyotda raqobatga chidamli bo'lish uchun malakali kasb egalari va mutaxassislar zamonaviy texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutmasligimiz lozim va shunga butun bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Agar biz sanoatda elektronika va elektrotexnika, biokimiya va polimerlar, farmatsevtika, mashinasozlik kabi yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan sohalarni rivojlantirish, xizmatlarda IT, sun'iy intellekt, fintech, konsalting, transport, logistika kabi katta daromad keltirayotgan servislarni ko'paytirish, qishloq xo'jaligida unumdorlikni oshirish uchun bioinjineriyadan keng foydalanish, ilg'or agrotexnika va suv tejovchi usullarni faol qo'llash, iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash uchun yashil energetika, chiqindisiz ishlab chiqarishga o'tish, ta'lim va tibbiyotda sifatni yangi bosqichga olib chiqadigan ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy etish uchun yangi texnologiyalarni olib kirsak, kadrlarni ilm-fan va innovatsiyalarga asoslangan zamonaviy kasblarga tayyorlasak, kelgusi 5 yilda iqtisodiyotimiz hajmi 240 milliard dollardan oshishiga barcha imkoniyatlarimiz bor. Bu aniq va puxta hisob-kitoblarga asoslangan prognoz. Xalqaro valyuta jamg'armasi va nufuzli ekspertlarning xulosasi ham buni tasdiqlayapti. Hurmatli yurtdoshlar, bugun biz 38 milliondan ziyod katta xalqmiz. Mashaqqatli va sharafli mehnatimiz bilan dunyoda hurmat topayotgan, ertangi kunga ishonch bilan dadil borayotgan matonatli va g'ururi baland millat biz. Biz o'zgarishlarni kutib yashamaymiz. Aksincha, ularni o'zimiz, o'z aql zakovatimiz va mas'uliyatli mehnatimiz bilan yaratamiz. Har yili aholimiz o'rtacha 2% ga o'smoqda. 1 milliondan ziyod o'g'il qizlarimiz katta hayotga kirib kelmoqda. Yoshlarimizga qarab, ular erishayotgan yutuqlarni ko'rib, ko'ksimiz tog'day ko'tariladi. Qanday o'lkan bunyodkor kuch safimizga qo'shilayotganidan g'ururlanib ketamiz. Albatta, bugungi murakkab zamonda yoshlarimizni turli sinovlarga chidamli, vatanparvar insonlar etib tarbiyalash, xalqimizning yanada birlashtirish va jipslashtirishda hech shubhasiz o'zini o'zi boshqarishning noyob tizimi bo'lgan mahallaning o'rni va ahamiyati juda katta. Mahalla va yaxshi qo'shnichilik o'zaro uyg'un qadriyatlardir. Ular jamiyatda ijtimoiy kapitalni yanada
boyitishga beqiyos hissa qo'shadi. Mamlakatimizda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlarda ishtirok etganlarning 90% ko'prog'i o'zining mahalla jamoasining bir qismi deb hisoblashi bundan dalolat. Barchamiz uchun ota va ona bo'lgan mahallaga shu asosda vatan taqdiriga daxldorlik tuyg'usining yuqoriligi ushbu institut avvalo ijtimoiy birdamlik manbai ekanligini ko'rsatadi. Albatta biz uchun hozirgi taraqqiyot davrida dunyoda o'ta keskin va tahlikali jarayonlar yuz berayotgan bugungi kunda milliy birlik nihoyatda muhim va zarur. Donishmand bobolarimizning birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar degan hikmatli maqoli bor. Chindan ham qarang, kimki birlashsa hayotda o'zdi, g'alabaga erishdi, kim birlashmadi, to'zib yo'q bo'lib ketyapti. Tarix davomida qanday og'ir sinovlarga duch kelmaylik, biz avvalo birdamlikdan kuch oldik. Mashaqqatli kunlarda odamlarimiz mahalla ahli yelkadosh bo'lib qiyinchiliklarni yenggan, oilaga, qo'shniga ko'mak berib yashagan. Biz mana shunday o'ta noyob qadriyatlarimizga doimo sodiq qolishimiz, yosh avlodimizning ayni shu ruhda tarbiyalashimiz zarur. Bugungi kunda jamiyatimizda turli xil fikr va qarashlar bo'lishi bu albatta tabiiy. Bu demokratiyaning birlamchi talabi, ammo millati, tili va dinidan qat'iy nazar 38 millionli el yurtimizning birlashtiradigan ulug' bir g'oya bor. U ham bo'lsa vatan manfaati, xalqimiz manfaatidir. Mana shunday buyuk maqsadga erishishda mahalla tizimining o'rni va ta'siri albatta beqiyos. Chunki mahalla tinch va ahil bo'lsa, jamiyatimiz tinch va hamjihat bo'ladi. Mahalla rivojlansa, butun mamlakatimiz yuksaladi. Shularning barchasini hisobga olib, 2026-yilning yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilishni taklif qilaman. Qo'llab-quvvatlaganlaring uchun katta rahmat. Bu zaminimizda yangi tizimi bo'ladi, yangi rivojlanishi bo'ladi. Mahallada o'zgarishni xalqimiz o'zi bevosita sezadi. Mahalla rivojlansa, jamiyat yuksaladi. Aziz do'stlar, yangi yilning nomida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish uchun albatta alohida davlat dasturini qabul qilamiz. Ushbu dasturda yurtimizdagi 9000 dan ziyod mahallani avvalo mehr-oqibat, hamjihatlik, adolat va tarbiya maskaniga aylantirish kabi dolzarb masalalar o'z ifodasini albatta topadi. Bu haqda men kengroq batafsil to'xtalib o'taman. Oldimizga qo'ygan maqsadlarni faqat o'zimiz katta hayotiy tajribaga ega mahalla raislari va faollari, hurmatli nuroniylarimiz va opa-singillarimiz, serg'ayrat yoshlarimiz, ziyolilarimiz va ishbilarmon tadbirkorlarimiz, vatan posbonlari bir so'z bilan aytganda butun xalqimiz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Hurmatli deputat va senatorlar, biz yangi O'zbekistonni barpo etishda hal qiluvchi bosqichga qadam qo'ymoqdamiz. Bu yo'ldagi ishlarimiz har bir soha va tarmoqda chuqur transformatsiya qilishni talab qilyapti. Zamonda o'zi bizda oldimizga katta vazifalar qo'yapti. Maqsadimiz aniq: yaqin yillarda daromadi o'rtadan yuqori mamlakatlar qatoriga kirish. Farg'ona vodiysidan Orolbo'yigacha, Zarafshon vohasidan Qashqadaryo va Surxondaryogacha, Toshkentdan tortib Jizzax, Sirdaryogacha yurtimizning qaysi hududida yashamasin, har bir fuqaromiz bugundan boshlab islohotlar natijasini kundalik hayotida yanada ko'proq his qilishi kerak. Shuning uchun kirib kelayotgan 2026-yil davlat boshqaruvi, sud huquq tizimi, iqtisodiyot tarmoqlari, ta'lim, ilm-fan, tibbiyot, madaniyat, sport, ekologiya tizimini barcha sohalarini rivojlantirishga tub burilish yili bo'ladi.
Endi murojaatnomaning asosiy qismi 2026-yilda amalga oshiriladigan eng muhim 6 ta ustuvor yo'nalishdan iborat dastur haqida atroflicha to'xtalib o'tmoqchiman. Hurmatli majlis ishtirokchilari, birinchi ustuvor yo'nalish mahalla infratuzilmasini yanada yaxshilash, ularga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirishdan iborat. Yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi. Aynan mahalladagi yo'l, suv, elektr va transport ta'minoti, bog'cha, maktab va oilaviy poliklinikalardagi shart-sharoitlarga qarab odamlar albatta islohotlarimizga baho beradi. Shu bois mahalla tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Mahalla infratuzilmasini tubdan yaxshilash orqali biz mamlakatimizning har tomonlama rivojlantirish, uning qiyofasini yanada go'zal va obod qilish ishlarini davom ettiramiz. Hozir qaysidir mahallada yo'l, qaysi birida suv yoki elektr masalasi, boshqasida bog'cha va maktab, tibbiyot, yana birida uy-joy bilan bog'liq masalalarga alohida yechim berilmoqda. Aytish kerak, buning o'zi bilan mahalladagi barcha masalalarni to'liq hal qilib bo'lmaydi. Shuning uchun kelgusi yildan mahallani rivojlantirish bo'yicha kompleks yondashuv yangidan joriy etamiz. Har bir viloyatda 2-3 tadan tumanni tanlab, hamma mahallasidagi barcha muammolarni o'z vaqtida o'zida hal qiladigan tizim yaratamiz. Ushbu tajribani Urgut tumanidan boshladik. Tumanda 100 ming aholiga mo'ljallangan zamonaviy eko shahar barpo etiladi. Kelgusi yil 544 milliard so'm ajratilib, 72 ta bog'cha, maktab, poliklinika, shuningdek ichki yo'llar qurilib, ta'mirlanadi. Kanallar beton qoplamaga o'tkazilib, 2 ta sel suv ombori barpo etiladi. Tanlab olingan 33 ta tuman va 330 ta sharoiti og'ir mahalladagi ishlar ham xuddi Urgutdagidek tashkil etiladi. Ularda bir vaqtning o'zida tadbirkorlik infratuzilmasi ham rivojlantiriladi. Ushbu maqsadlar uchun barcha manbalar hisobidan 8,5 trillion so'm mablag' ajratiladi. Deputatlar o'z okrugdagi muammolarni hal etish uchun 500 milliard so'm beryapmiz. Bu borada yashil hudud, yashil bog' yaratish bo'yicha har bir deputatning tashabbusiga qo'shimcha 330 million so'mdan alohida yo'naltiramiz. Bunday yondashuvlar orqali 2030-yilgacha sharoiti og'ir barcha tumanlardagi mahallalarga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kiramiz. Albatta, bu ishlarni samarali tashkil qilish uchun tuman byudjeti daromadining 2 karra ko'paytirishga sharoit yaratib berishimiz zarur. Shu maqsadda 2026-yil 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'idan tushumning Toshkent shahrida 5%, qolgan hududlarda 20%ni qoldirib, bu mablag'larni yarmi tumanlar byudjetiga o'tkaziladi. Bundan tashqari, daromadlarning prognozga nisbatan oshirib bajarilgan qismining 50%, ekin yerlarini ijaraga berish, bozorlardan tushumlar ham to'liq tuman byudjetiga beriladi. Viloyat tuman hokimlariga samarasiz va bir-birini takrorlaydigan shtat birliklarini qisqartirib, tejalgan mablag'larni aholi o'rtaga qo'ygan masalalarni hal qilish uchun ajratishga ruxsat beriladi. Bu orqali tumanlar byudjetiga 5 trillion so'mlik qo'shimcha manba shakllanadi. U mahallalar infratuzilmasini yaxshilashga albatta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Kelgusi yilda ilk bor mahalla infratuzilmasini rivojlantirish uchun 20 trillion so'm viloyatlarni o'ziga beryapmiz. Eng muhimi, bu mablag'larning har bir so'mi aholimiz uchun qo'shilgan qiymat yaratishi zarur bo'ladi. Shu bois pullar umuman qaysidir tuman uchun emas, balki mahallada ish o'rinlari yaratadigan, aholini daromadli qiladigan aniq loyihalarga yo'naltiriladi. Marhamat, qaysi mahalla raisi, hokim yordamchisi va mahalla bankiri loyiha qilib uni asoslab bersa, zarur mablag'ni olsin va shunda adolatli bo'ladi. Natija qilgan mahallada rivojlanish, yuksalish yuqorilab boraveradi. Bu byudjet mablag'larini samarali ishlatishda loyihaviy yondashuv bo'ladi. Urbanizatsiya va shaharlarni barqaror rivojlantirish bo'yicha yangi islohotlarni boshlaymiz. Jumladan shaharlar
tartibsiz kengayishning oldini olish bo'yicha aniq mezonlarni belgilaymiz va shu orqali ekin maydonlari asossiz qisqarib ketishiga chek qo'yiladi. Masalan, aholisi 250 ming kishidan ziyod shaharlar hozirgidek tartibsiz kengayib ketaversa, 2050-yilga borib 27 ming gektar ekin maydoni boy beriladi. Albatta bunga yo'l qo'yish mumkin emas. Shuningdek, respublikamizda ilk bor 45 ta aglomeratsiya hududini belgilaymiz. Kelgusi yilda barqaror shahar platformasini ishga tushirib, yashash uchun qulaylik indeksini yuritish yo'lga qo'yiladi. Bu indeks orqali shaharlardagi har bir mahallaga xos muammolar aniqlanib, ularga mos yechimlar beriladi. Biz kambag'allikni qisqartirish masalasini umummilliy harakatga aylantirdik. Takror aytaman, o'tgan davrda 8,5 milliondan ziyod aholini kambag'allikdan chiqarishga erishdik. Asosiy maqsadimiz odamlarimizning doimiy daromadli qilishdan iborat. Puli bor odam yaxshi kiyinish, yaxshi ovqatlanishga, sifatli ta'lim, malakali tibbiy xizmatlardan foydalanishga, mazmunli dam olishga, bir so'z bilan aytganda, farovon yashashga albatta intiladi. Muhimi bu jarayonlarda tadbirkorlarimiz hal qiluvchi kuch sifatida eng oldingi safda turib, sanoat va servis obyektlarini tashkil qilib, doimiy ish o'rinlarini yaratishda, aholimiz, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni kasbga o'rgatib, mahallalarning o'zida ishli va daromadli qilishda alohida jonbozlik ko'rsatmoqda. Shuning uchun tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosatimizni davom ettiramiz. Shularni inobatga olib, 2026-yilda asosiy soliq stavkalarini o'zgarishsiz qoldiramiz. Shu yo'ldan bormasak, biz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlamaymiz, ular rejalari amalga oshmaydi. Tadbirkorlik infratuzilmasi loyihalariga alohida 10 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratiladi. Kichik biznesni rivojlantirish uchun 140 trillion so'm alohida resurs beriladi. Shundan 43 trillion so'mni alohida xotin-qizlar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiramiz. Bundan tashqari 2026-yili mahallada sanoat va xizmat loyihasi orqali 10 mingdan ziyod ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish loyihalarini ishga tushirish uchun 5 trillion so'm kredit beriladi. Kredit foizining milliy valyutada 10% gacha, xorijiy valyutada 4% gacha qismi tadbirkorlik kompaniyasidan qoplab beriladi. Buning uchun ham byudjetdan 400 milliard so'm yo'naltiriladi. Natijada mahallalarda kamida 100 mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Har bir mahallada 40 tadan mikro loyihani amalga oshirib, 360 ming aholini ishli qilish uchun mahalla bankirlari va hokim yordamchilariga 2026-yilda yana 7,5 trillion resurs ajratiladi. Yangi yilda mahallalardagi aholini, xususan xotin-qizlarni sportga keng jalb qilish, buning uchun zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha 3 yillik dastur qabul qilib, unga ham alohida 1 trillion so'm yo'naltiriladi. Mahalla yoshlarining kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida maktab kutubxonalarini har yili 10 million dona badiiy adabiyotlar bilan ta'minlab boriladi. Ana shunday ishlar tufayli 2026-yilda 1 million odamni doimiy ish bilan ta'minlab, 181 ming oilani kambag'allikdan chiqaramiz. Kambag'allik va ishsizlik darajasini 4,5% ga tushiramiz. Kambag'allikdan xoli mahallalar sonini 3,5 mingtaga yetkazamiz. Buning uchun hamma asosimiz bor, qadrli vatandoshlar. Ikkinchi ustuvor yo'nalishimiz iqtisodiyotning texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazishdan iboratdir. Jahon miqyosida raqobat tobora kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda faqat yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqaradigan davlatlardagina dunyo bozorida o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Shuning uchun iqtisodiyotning barcha sohalarida yuqori samaradorlikka erishish
kelgusida islohotlarimizning bosh mezoni bo'lishi shart. Masalan, sanoatda yuqori texnologik va kam energiya iste'mol qiladigan tarmoqlarning rivojlantirganimiz hisobiga joriy yilda $1 mahsulot uchun sarflanadigan yoqilg'i energiya miqdorini 13% ga kamaytirishga erishdik. Birgina shuning o'zi yana $1 milliard qo'shilgan qiymat yaratish imkonini berdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, qayerda yangi texnologiya va yuqori malakali kasb egalari bo'lsa, o'sha tarmoqda albatta o'sish, o'sha tarmoqda albatta rivojlanish bo'layapti. Rivojlanishning yo'li, tizimi, tartibi, zamini o'zi shu. Shu bois 2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini $240 milliard dan oshirish uchun eng to'g'ri yo'l barcha sohalarni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazishdir. Bu kelgusi yillarda iqtisodiy taraqqiyot strategiyamizning asosiy yo'nalishi bo'ladi. Yurtimizdagi qulay biznes muhiti, demografik o'sish, inson kapitaliga berilayotgan e'tibor O'zbekistonning investorlar uchun eng jozibador mamlakatlardan biriga aylantirmoqda. Masalan, biz 9 yilda barcha iqtisodiyot tarmoqlariga $130 milliard xorijiy investitsiya olib keldik. Joriy yilning o'zida chet ellik hamkorlarimiz bilan yana $140 milliard yangi investitsiyaviy kelishuvlarga erishdik. Kelgusi yilda $50 milliard xorijiy investitsiya jalb qilamiz. Bundan buyon har bir dollar investitsiya eng avvalo ilg'or texnologiyalar va ularning transferi, tashqarida bozori aniq yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarishga, energiya, suv, yer va boshqa tabiiy resurslardan foydalanishda samaradorlikni oshirishga, mahalliy ishchilarning yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'qitish va mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilishi kerak. Ya'ni yuqori texnologiya va yangi kompetensiyalar olib kirgan, eksportga ishlagan investor eng ishonchli hamkorimiz bo'ladi. Bunday strategik investorlarga loyiha uchun yerlar bozor qiymatida to'g'ridan to'g'ri beriladi. Yer toifasi o'zgarganda nobudgarchilik uchun to'lovlar 10 yilgacha bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Yerning rasmlashtirish, toifasini o'zgartirish, qurilish va infratuzilmaga ulanishga ruxsatnoma olish uchun investorlar idora yurmaydi. Ularga yagona tamoyili asosida kompleks xizmat ko'rsatadigan InvestGov.uz elektron platformasi ishga tushiriladi va barcha vazirliklar bunga ulanadi. Shu bilan birga erkin iqtisodiy zonalarga dunyoning mashhur brendlarini jalb qilamiz. Ushbu zonalardagi korxonalar xalqaro texnik reglamentlar, ekologik va mehnat standartlarini qo'llash mumkin bo'ladi. Ular uchun maxsus imtiyozli investitsiyaviy, soliq va boshqana huquqiy rejim joriy etiladi va xalqaro huquq doirasida arbitraj nizolarini ko'rib chiqish imkoniyati yaratiladi. Bularning barchasi kelgusi 5 yilda $180 milliard xorijiy investitsiya hisobiga 1 million yuqori daromadli ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi. Yurtimizga investitsiyalar oqimini ko'paytirish bo'yicha ham juda katta rejalarimiz bor. Shuning uchun har bir kelishuvni loyihaga aylantirish, sarmoyalarni qisqa fursatlarda jalb qilish va ularning samaradorligiga mas'ul faqat investitsiya bilan ishlaydigan alohida yangi tizim tashkil etamiz. Bundan tashqari, mahalliy sanoat va kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha ham xuddi shunday alohida tizimni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Umuman, iqtisodiyotni raqobatbardosh qilish, investitsiyalar samaradorligini oshirish, sanoat tarmoqlarini texnologik transformatsiya qilish mutlaqo yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Buning uchun iqtisodiyot va moliya, investitsiyalar va sanoat va savdo vazirliklari faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Yangi texnologik bosqichga o'tish, qo'shilgan qiymat zanjirini kengaytirish bo'yicha sanoatni rivojlantirish dasturini boshlaymiz. Bunda kelgusi 5 yilda sanoatda qo'shilgan qiymatni hozirgi $36,5 milliard dan kamida $60 milliard ga yetkazishni, yuqori va o'rtadan yuqori texnologiyali tarmoqlardagi mahsulotlar hajmini 2,5 baravarga oshirishni marra sifatida belgilaymiz.
Bunga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida 2026-yilda o'zida 52 milliard dollarlik 782 ta yangi sanoat va infratuzilma loyihalariga start beriladi. Kelgusi yilning o'zida 14 milliard dollarlik 228 ta yangi yirik quvvatlar ishga tushiriladi. Masalan, Navoiydagi oltin konlaridan madan qazib olish bo'yicha 320 million dollarlik loyiha ishga tushirilib, qo'shimcha 2 million tonna madan qayta ishlanadi. Shuningdek, Murintov konni o'zlashtirishning navbatdagi bosqichi hamda kumush konlari bo'yicha 2 milliard 300 million dollarlik yirik loyihalar amalga oshiriladi. Natijada yiliga 18 million tonna madanni qayta ishlash quvvati barpo etilib, 2030-yilgacha oltin ishlab chiqarish hajmini 175 tonnaga yetkazamiz. Yana bir yirik loyiha Olmaliq kombinatida qiymati 2 milliard 700 million dollar, quvvati 300 ming tonna mis katodidan iborat bo'lgan yangi metallurgiya majmuasini barpo etish boshlanadi. Samarqand kimyo zavodida 381 million dollarlik investitsiya hisobiga yiliga 370 ming tonna fosforli va 540 ming tonna murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Qashqadaryoda yangidan 200 million dollarlik kimyo zavodi qurilishi boshlanadi. Umuman 2026-yilda kimyoda 4,5 milliard dollarlik, tog' metallurgiya, neftigaz, avtomobilsozlik, to'qimachilik va qurilish materiallari tarmoqlarining har birida 3 milliard dollardan, elektrotexnikada 2 milliard dollarlik, farmatsevtikada 800 million dollarlik yangi loyihalar boshlanadi. Shu tariqa 2026-yilda jami eksportimizni 40 milliard dollarga yetkazib, tayyor va yarim tayyor mahsulot ulushini 55% dan oshiramiz. Kelgusi yil iqtisodiyotimiz 6.6% o'sishini ta'minlab, yalpi ichki mahsulotning 167 milliard dollarga yetkazish prognoz qilinmoqda. Agar mehnat unumdorligi, energiya samaradorligi va tannarx bo'yicha qattiq ishlansa, bu ko'rsatkichni yanada oshirish uchun barcha imkoniyatlarimiz mavjud. Shu bois sanoatda unumdorlik va samaradorlikni 2 karra oshirish bo'yicha yangi dasturni boshlaymiz. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan mehnat unumdorligi va energiya samaradorligi bo'yicha alohida loyiha amalga oshiriladi. Ushbu loyihaga xalqaro moliya institutlaridan 200 million dollar kredit va grant jalb qilib, sanoat korxonalari uchun xorijdan yuqori malakali texnolog va muhandislar olib kelamiz. Biznes jarayonlari raqamlashtiriladi. Energiya va boshqa xarajatlarni qisqartirish bo'yicha auditlar o'tkaziladi. Ilg'or texnologiyalar transfer qilinadi. Bu borada 4-sanoat inqilobi markazi tashkil qilinadi. Markaz negizida robototexnika, internet buyumlari, aqlli fabrika kabi industriya 4.0 yechimlarini sanoat korxonalariga joriy etish uchun tartibga solish mexanizm yaratiladi. Bunda korxonalar yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy qilishdan oldin ularning sinovdan o'tkazish imkoniga ega bo'ladi. Akkreditatsiya, metrologiya va standartlashtirish sohalaridagi islohotlarimiz natijasida O'zbekiston global sifat infrastrukturasi indeksida so'nggi 2 yilda 15 pog'onaga yuqorilab, 52-o'ringa ko'tarildi 185 ta davlat ichida. Bu albatta yaxshi. Shu bilan birga mahsulotlarimiz raqobatbardoshligini yanada oshirish uchun texnik tartibga solish sohasini yangi bosqichga olib chiqishimiz zarur. Buning uchun davlat nazorati tizimidan xalqaro tajribada yuqori samara bergan bozor nazorati tizimiga o'tamiz. Shuningdek, innovatsiya asosida yuqori texnologik mahsulot ishlab chiqarayotgan korxonalarni rag'batlantiramiz. Ular shunday mahsulotni o'tgan yilga nisbatan oshirsa, ko'paygan mahsulot hajmi qiymatining 5% miqdorida subsidiya beriladi. Korxona mutaxassislarining ilmiy tadqiqot va konstruktorlik ishlamalaridan olgan daromati soliqdan ozod qilinadi.
Ana shunday islohotlar orqali kelgusi 5 yilda sanoatda mehnat unumdorligi $30,000 yetkaziladi. $1,000 qo'shilgan qiymat yaratishga ketadigan energiya sarfini 1,5 barobar kamaytiriladi. Bu yil IT, fintech, sun'iy intellekt kabi yo'nalishlardagi mahalliy startaplarga xorijdan $270 million investitsiya jalb qildik. Keyingi yildan raqamli startaplar dasturini kengaytirib, startap g'oyasidan to eksportgacha ko'maklashayotgan yangi tizimni yo'lga qo'yamiz. Bunda xususiy startap markazlarini tashkil qilish uchun yoshlar jamg'armasidan 5 yil muddatga 5 milliard so'mgacha foizsiz suda beriladi. Oligohlarning o'zida qoladigan mablag'larning 10% ham inkubatsiya markazlarini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, Markaziy bankda fintech ofisi va innovatsion hub tashkil etiladi. Unga Singapurdan mutaxassislar jalb qilinadi. Bu orqali yiliga 20 ta fintech startapni tashqi bozorga olib chiqish, ularga jami $1 milliard investitsiya jalb qilish imkoniyati yaratiladi. Umuman venture fondlar, startaplar, fintech kabi yangi moliyaviy instrumentlar bozorini rivojlantirish bu sohadagi barcha ishtirokchilar huquqlarini qonun bilan kafolatlab qo'yish zarur. Buning uchun parlament hukumat bilan birgalikda muqobil investitsiya jamg'armalari to'g'risidagi qonunni 1-martgacha ishlab chiqsa, ayni muddao bo'lar edi. Biz 2030-yilga borib IT xizmatlari eksportini $5 milliard yetkazish bo'yicha katta marra oldik. Bu yil ilk bor $1 milliard yetdi. Qisa bo'lar ekan-ku degan bu sohada ham ibora paydo bo'ldi. Shu bois jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun raqamli texnologiyalar xalqaro markazini tashkil etdik. IT infratuzilmasiga investitsiya kiritish uchun qator imtiyozlar berdik. Kelgusi yilda Toshkent shahri, Buxoro, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida 4 ta data markaz, 2 ta super kompyuter va 15 ta oligohda sun'iy intellekt laboratoriyasi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Buni endi qanday tez bajarsak, shunday natija bo'ladi. Bu tibbiyot, transport, qishloq xo'jaligi, geologiya, bank, moliya, jamoat xavfsizligi kabi muhim sohalarda 100 dan ortiq sun'iy intellekt loyihalarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Bugun minglab iqtidorli yoshlarimiz IT va sun'iy intellekt bo'yicha izlanish olib bormoqda. Ularning kvant, dron, robototexnika kabi yo'nalishlardagi konstruktorlik loyihalarini amaliyotga tatbiq qilish uchun raqamli texnologiyalar markazi tashkil etamiz. Osiyo taraqqiyot banki buni qo'llab-quvvatlashga $200 million ajratishga tayyorligini bildirdi. Sun'iy intellekt bilan yonma-yon yuradigan kosmik sohadagi tadqiqotlarni rivojlantirish, yo'ldoshli aloqa texnologiyalarini joriy etish borasida ham katta qadamlar tashladik. Bu borada 2028-yilda Samarqandda xalqaro astronavtika kongressini o'tkazishga puxta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bugun sizlarga yana bir muhim yangilikni aytmoqchiman. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor kosmik sohada sun'iy yo'ldosh va mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan birinchi o'zbek kosmonavtini fazoga uchirish bo'yicha ishlarni boshladik. Bu yangi O'zbekistonning ilmiy va texnologik rivojlanishiga, umuman milliy taraqqiyotimizning yangi bosqichga olib chiqishga katta turtki beradi deb men albatta ishonaman. Hurmatli anjuman qatnashchilari, ma'lumki ishlab chiqarish ham, iste'mol ham barqaror o'sish uchun uzoq muddatli mablag' kerak. Shu bois kapital bozorini, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradigan muhim institutsional ustun sifatida belgilab, global depozitariyalarni milliy fond bozorimizga olib kelishimiz zarur. Buning uchun xalqaro moliya tashkilotlari bilan ishlab chiqilgan kapital bozori to'g'risidagi yangi qonun loyihasini tezroq qabul qilishni zamonning o'zi bizni majbur qilyapti. Shuning uchun deputatlarimizdan yana bir marta mana shunga alohida e'tibor berishlarini iltimos qilaman. Kurs tebranishi bo'yicha xatarlarni kamaytirish uchun mahalliy kompaniyalarga ichki bozorda ham xorijiy valyutada obligatsiya chiqarishga ruxsat beriladi.
Kelgusi yili korxonalarimiz ilk bor xalqaro bozorlarda ham aksiyalarini joylashtirishi mumkin bo'ladi. Umuman kapital bozorini rivojlantirish orqali tadbirkorlarga qo'shimcha 1 milliard dollar jalb qilish imkoniyati yaratiladi. 2026-yilda yashirin iqtisodiyotning qisqartirish bo'yicha ham tub burilishni amalga oshiramiz. Ko'rgan chora tadbirlarimiz natijasida kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushini 45-50% dan 28% ga pasaytirishga erishdik. Lekin bu hali dastlabki qadamlarimiz xolos. Bu borada ishlarni kuchaytirish uchun alohida dastur qabul qildik. 2026-yilda barcha davlat xizmatlari va kommunal to'lovlar, yoqilgi, alkogol va tamaki mahsulotlari, avtomobil va ko'chmas mulk savdolari naqdsiz to'lov shakliga o'tkaziladi. Soliq, bojxona, SES, standart, karantin, qurilish nazorati inspeksiyasi, yong'in xavfsizligi kabi 17 turdagi tekshiruvlarda body kameradan foydalanish majburiy bo'ladi. Soyadagi iqtisodiyotdan ixtiyoriy ravishda shaffoflikka chiqmoqchi bo'lgan tadbirkorlar buxgalteriya, statistika, soliq hisobotlarini yuritish bo'yicha bepul o'qitiladi. Umuman dastur doirasida kelgusi 5 yilda yashirin iqtisodiyot ulushi 2 karra qisqartiriladi. Savdo va servis sohalarida naqd pulsiz to'lovlar ulushi 75% dan oshiriladi. Rasmiy sektorda band bo'lgan aholi soni hozirgi 8,5 milliondan 14 millionga yetkaziladi. Bir so'z bilan aytganda, halol mehnat, xotirjam hayot va farovon jamiyat garovi degan shior ostida bu boradagi ishlarni umummilliy harakatga aylantiramiz. Ayrim yurtdoshlarimizda topgan daromadlarini iqtisodiyotga yo'naltirish, bank depozitiga joylashtirish, aktivlarini o'z nomiga rasmlashtirish bilan bog'liq xavotirlar bor. Shu bois deputatlarimiz va Markaziy bank xalqaro tashkilotlar bilan maslahatlashgan holda fuqarolarimiz yurtimizda yoki chet elda shu paytgacha olgan daromad va aktivlaridan emin-erkin foydalanishga sharoit yaratish bo'yicha takliflar tayyorlasa o'ylaymanki, to'g'ri bo'ladi. Hurmatli parlament a'zolari, endi ruxsatingiz bilan 3-ustuvor yo'nalish ichki bozorda talabni rag'batlantirish masalasiga to'xtalmoqchiman. Bozorlarimizdagi to'kinlik, narx-navo barqarorligi, aholining iste'mol talabi ortib borayotgani, turmush sifatini yaxshilayotganini ko'rsatadigan eng asosiy omil shu desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Ichki talabni rag'batlantiradigan muhim faktorlardan biri bu iqtisodiyot tilida inflyatsiya darajasi deydi. Biz 9 yilda qulay biznes muhitini yaratib, tovar va xizmatlar hajm va turini ko'paytirganimiz, aholini daromadli qilib, kambag'allikni keskin qisqartirganimiz, kam daromadli oilalar uchun ham yiliga kamida 1 milliard dollar arzon kredit berayotganimiz, narx-navoni jilovlab, inflyatsiya darajasini bir xonali raqamga tushirganimiz natijasida aholining xarid qobiliyati 2 karraga o'sdi. Inflyatsiya darajasi bu yil 7.4% bo'lishi kutilmoqda. Bu juda katta natija. Birgina misol. 5 yil oldin aholimiz yiliga 210 mingta kvartira, 600 mingta avtomobil xarid qilgan bo'lsa, bu yil 270 mingta uy, 1 millionta mashina sotib oldi. Agar aholining daromadi, xarid qobiliyati oshmaganda birgina ko'chmas mulk va avtomobil bozori 20 milliard dollarga yetarmidi? O'tkazilgan so'rovlar ham, xalqaro ekspertlar tahlillari ham 75% aholining moliyaviy holati keskin yaxshilanganini tasdiqlamoqda. Albatta bu natijalar bilan cheklanib qolmasdan xalqimizning daromadi va xarid qobiliyatini oshirish bo'yicha ishlarni izchil davom ettiramiz. Tahlillarga ko'ra aholi daromadi 10% ga ko'paysa, iste'mol 8% ga oshadi. Bu yangi mahsulot va xizmatlarga talab degani. Bu qo'shimcha quvvatlar, qo'shimcha ish o'rni degani. Aholi ehtiyojdan kelib chiqib, iqtisodiyotda eng katta talab yaratayotgan uy-joy ipotekasiga 2026-yilda 23 trillion so'm resurs ajratamiz. Uy-joy sotib olishda boshlang'ich to'lov va foiz to'lovlarining bir qismini qoplash uchun 2 trillion 700 milliard so'm subsidiya beriladi.
Shuningdek, bitta kvartira uchun ajratilayotgan imtiyoz ipoteka krediti miqdori 15% ga oshiriladi. Kelgusi yilda 140 mingta kvartirali ko'p qavatli uylar barpo etilishi ro'zg'or uchun zarur iste'mol tovarlarga talabni oshirishi tabiiy. Bu talabni moliyaviy manbalar bilan ta'minlash maqsadida 2026-yilda 125 trillion so'mlik iste'mol krediti ajratiladi. Umuman 2026-yilda qurilish ishlari hajmini 11% ga ko'paytirib, 30 milliard dollarga yetkazishni reja qilyapmiz. Buning iqtisodiyotga qanday ta'sir ko'rsatishining hisoblab ko'raylik. Qurilish materiallari, uy tekstili, elektrotexnika, mebelsozlik kabi tarmoqlar ushbu obyektlarga xizmat ko'rsatayotgan servis sohalari uchun qo'shimcha 5 milliard dollarlik bozor bo'ladi va 300 mingga yaqin qo'shimcha yangi ish o'rni degani. Aholi daromadi ko'paygani xizmatlarga talab oshirish servis sohasi iqtisodiyotning drayveriga aylanish uchun katta turtki bermoqda. Bu yilning o'zida xizmatlar hajmi qariyb 15% ga o'sib 82 milliard dollarga yetdi. Xizmatlarga bo'lgan talabni rag'batlantirish uchun 26-yilda sohaga 85 trillion so'm kredit, 9 trillion so'm subsidiya ajratamiz. Xususan, ta'lim xizmatlari uchun byudjetdan 7 trillion so'm beriladi. Keyingi 5 yilda xorijiy turistlar sonini 2 karraga oshiramiz. Turizm xizmatlarining hajmi esa 20 milliard dollarga yetkazish bo'yicha katta marralar olyapmiz. Shu maqsadda turizm infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratyapmiz. Samarqanddagi Bibixonim, Registon majmuasi, Amir Temur maqbarasi, Ulug'bek rasadxonasi, Shohizinda va Abrasiyo muzeyini bir-biri bilan bog'laydigan zamonaviy yo'laklar va ko'priklar barpo etiladi yangidan. Shahrisabzda Gelon yirik turistik majmuasining birinchi bosqichi ishga tushiriladi. Pop tumanida Arashan tog' dam olish turistik zonasi tashkil etiladi. Xivadagi Chanqal'ani jonli va aqlli muzey shaharga aylantiramiz. Xorazm va Qoraqalpog'istondagi arxeologik yodgorliklar bo'ylab yirik turizm halqasi tashkil etiladi. Shuningdek, yangi yilda tadbirkorlar tomonidan 4 milliard dollarlik 3,5 mingdan ziyod yangi servis obyektlari ishga tushiriladi. Turizm maskanlarini tashkil qilish uchun kelgusi 3 yilda 5000 gektar yer auksionga chiqariladi. Bundan tashqari 2026-yildan O'zbekiston merosi mehmonxonalari dasturini boshlaymiz. Madaniy meros obyektlarida xususiy sheriklik asosida butik mehmonxonalar tashkil qilish uchun nufuzli mehmonxona tarmoqlarini olib kelamiz. Dastur ishtirokchilariga yer, mulk, foyda solig'i va boshqana to'lovlardan imtiyoz beriladi. Mana shu ishlarni hisobga olib, 2026-yilda xizmatlar bozorini 100 milliard dollardan oshiramiz. Turistlar oqimi tobora oshayotgan aviatsiya va temir yo'lda yo'lovchi tashish quvvatini 2 barobar ko'paytirishni taqozo etmoqda. Shu bois 2026-yilda aviaparkdagi havo kemalarining sonini 120 taga yetkazamiz. Mahalliy aviaqatnovlar oshirish uchun subsidiyalashning yangi tizimi joriy etiladi. Endi narxidan qat'iy nazar sotilgan har bir chipta uchun aniq miqdorda subsidiya ajratiladi. Bu chipta narxini pasaytirishi va talabni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga yangi samolyotlar uchun uchuvchilar, texnik xizmat ko'rsatuvchilar, aeroportlar uchun servis va boshqaruv sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida fuqaro aviatsiya universitetini tashkil qilamiz. Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasidan 6 ta tezyurar poyezd olib kelamiz. Umuman ichki temir yo'llarini rivojlantirish bo'yicha 5 yillik yangi dastur qabul qilinadi. Shaharlarni tezyurar poyezdlar qatnovi bilan bog'lash uchun 2025-yilda yana 500 kilometr temir yo'l qurilishiga kirishamiz. Kelgusi yil 110 kilometr temir yo'l tarmog'i qurilib, Bo'ka, Piskent, Begavot, Bayovut tumanlari hamda Nurafshon shahri poytaxt bilan bog'lanadi. Toshkent Samarqand yo'nalishida yuqori tezlikda harakat qilayotgan yo'lovchi poyezd uchun yangi temir yo'l liniyasini qurishni boshlaymiz.
Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Navoiydagi vokzallar ham xususiy sherik uchun beriladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tahlillariga ko'ra sifatli yo'llar iqtisodiyotimizning kamida 2% o'sishiga turtki beradi. Avtomobil yo'llarining sifatini yaxshilash, tranzit salohiyatini yanada oshirish maqsadida 5 yillik yangi dastur amalga oshiriladi. Bunda Andijon bilan Qo'ng'irotni, Toshkent bilan Termizning, Samarqand bilan Shahrisabzning, Olot bilan Sarasyoni bog'laydigan uzunligi 4000 kilometr magistral yo'llarini xalqaro talablarga mos avtobanlarga aylantiramiz. Hozir bor yo'g'i 50 kilometrlik yo'llar jahon standartlariga javob beradi. Endi agar buni mana shu 5 yilda 4000 ga o'tkazmasak, bizda hozirgi mana shu jahon bozoriga chiqishimiz qiyin bo'ladi va hozirgi eksport masalarimiz ham oson bo'lmaydi, qiyinlashib boraveradi. 2026-yilning o'zida Qoraqalpog'iston, Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryo hududidan o'tgan umumiy foydalanishdagi 300 kilometr yo'llarda rekonstruksiya ishlari yakunlanadi. Toshkent, Samarqand, Toshkent, Andijon, Toshkent, Bo'stonliq, Pungon, Namangan va Qarshi, Shahrisabz yo'llaridagi yuqori tezlikdagi harakatlanishga mo'ljallangan 800 kilometr yo'llar qurilishiga katta tayyorgarlik qilib, hamkorlarni belgilab oldik. Toshkent Samarqand yo'lining qurilishi kechi bilan mart oyida, qolgan yo'llar bo'yicha amaliy ishlar esa 1-yildan kechikmasdan boshlaymiz. Yana 1200 kilometr yo'llar 2030-yilgacha xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda qayta ko'riladi. Endi yo'llarni moliyalashtirishda aholining fikri, transport qatnovini, atrof muhitga ta'sirini inobatga olish, piyodalar uchun to'siqsiz muhit yaratish bo'yicha talablar qonun darajasida mustahkamlanadi. Yo'l qurilishida ilg'or texnologiyalar va standartlarning joriy etish uchun ustuvor tamoyil sifatida belgilanadi. Parlamentimiz avtomobil yo'llar to'g'risidagi qonunning yangi tahririda qabul qilishda yo'llarni rejalashtirish tizimini nazarda tutsa, men o'ylayman maqsadga muvofiq bo'ladi. Aholining daromadi, xorijiy turistlar oqimi tobora ortib borayotgan kelgusi 5 yilda oziq-ovqatga bo'lgan talab 1,5 karra oshiradi. Shuning uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi hozirgi 40 milliarddan 60 milliard dollarga yetkazish bo'yicha katta marra olamiz. 2 hafta oldin hammalaring ko'rdilaring, agrar soha vakillari bilan uchrashib, qishloq xo'jaligida hosildorlik yangi texnologiyalar asosida oshirish bo'yicha barcha masalalar yechimi bilan muhokama qilib oldik. Umuman yangi yilda qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun 52 trillion so'm ajratamiz. Oziq-ovqat mahsulotlarini xalqimizga barqaror narxda yetkazib berish ham to'liq isloh qilinadi. Bozorlarimizning asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini bilan yil 12 oy barqaror narxda ta'minlash uchun 26-yildan doimiy intervensiya xizmatiga o'tamiz. Hududlarda oziq-ovqat jamg'armalariga ajratilgan resurs 2,5 baravarga ko'paytiramiz, 500 milliard so'mga yetkazamiz. Shuningdek, meva sabzavotga ixtisoslashgan 1000 mahallada sig'imi 100 tonnaga bo'lgan kichik sovutgich omborxonalarini barpo etiladi. Bu ishlar kelgusi yil inflyatsiya darajasini 6-6,5% ga tushirishga xizmat qiladi. Muhtaram vatandoshlar, kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish kelgusi yil uchun dasturimizning 4-ustuvor yo'nalishidir. Hozirgi vaqtda yangi texnologiyalar, raqamlashtirish va sun'iy intellekt ta'sirida dunyoda ish o'rinlarining soni, shakli va mazmuni keskin o'zgarmoqda. Yaqin 5 yilda mavjud kasblarning 30% to'liq avtomatlashtiriladi. 50% bo'yicha esa yangi malakalar talab qilinadi. Bu jarayonlar bizni ham chetlab o'tgani yo'q. Sanoatda avtomatlashgan liniyalar, agrar sohada aqlli texnologiyalar, transportda intellektual boshqaruv kundalik hodisaga aylanib bormoqda. Endilikda mamlakatimiz mehnat bozorida mutlaqo yangi arxitektura asosida kasb, malaka, texnologiya va ta'limni birlashtiradigan yagona mexanizm sifatida ishlashi zarur. Mutaxassislarning fikricha, bolada biror bir kasbga qiziqish 7-sinfdan boshlanib, qaysi kasbga puxta egallay olishi 9-sinfda to'liq ma'lum bo'ladi. Shu bois 9-sinf bitiruvchilarning fanlarini o'zlashtirishi va kasbiy qiziqishiga qarab saralab olish tizimini joriy qilamiz.
Bunda oliygohlarga kirish istagi bo'lmagan yoshlar texnikumlarga yuboriladi. Yaqinda texnikumlarga zamonaviy qiyofa, yangicha muhit olib kirish bo'yicha 5 yillik dasturni tasdiqladik. Mening niyatim yoshlarimiz talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha dunyoda raqobatbardosh bo'lsin, kerak bo'lsa boshqalardan bir pog'ona ustun tursin. Ushbu maqsadga erishish yo'lida kasbiy ta'limning eng muhim bug'uni bo'lgan texnikumlarni yangi sifat bosqichiga olib chiqamiz. Buning uchun 2026-yildan boshlab har yili kamida 100 tadan texnikumni to'liq ta'mirlab, texnologik va talab yuqori bo'lgan kasblarga mos holda jozibador qilamiz. Germaniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Koreya kabi davlatlarning ilg'or ta'lim dasturlari joriy qilingan texnikumlar sonini 100 taga yetkazamiz. Bugun sizlarga yana bitta yangilikni yetkazmoqchiman. 2026-yilda 7 ta viloyatda, 27-yilda esa qolgan viloyatlarda ilg'or kasbiy mahorat texnikumi va kasblar shaharchasi faoliyatini yo'lga qo'yamiz. Bunda ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari hududdagi boshqa texnikumlar uchun metodik va amaliyot bazasi sifatida faoliyat yuritsa, kasblar shaharchasi maktab o'quvchilarini qurilishga, servis, qishloq xo'jaligi, sanoat, transport, yashil energetika kabi sohalardagi zamonaviy kasblarga yo'naltirishga xizmat qiladi. 3 yil oldin bu tizimni mamlakatimizda yo'lga qo'yib, o'quvchilarning qamrovini 15% ga yetkazdik. Avtomobilsozlik, yashil energetika, qurilish, transport, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, turizm, servis, IT kabi yo'nalishlarda 70 mingga yaqin o'quvchi dual ta'lim asosida ham o'qiyapti, ham kamida 10 million so'mgacha maosh olyapti. Bu yangilik. Endi texnikum va ish beruvchilar o'rtasida hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqamiz. Xususan, dual ta'lim asosida o'qishni samarali tashkil qilgan korxonalarga 7 yil muddatga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratiladi. Tadbirkorlik reytingida qo'shimcha 5 ball beriladi. Korxonalar ishga olgan texnikum o'quvchisi uchun 1% ijtimoiy soliq imtiyozi yana 3 yilga uzaytiriladi. Shuningdek, 2026-yildan boshlab texnikumlarda dual ta'lim asosida ta'lim olayotgan 100 ming o'quvchiga ilk bor stipendiya to'lanadi. A'lo bahoga o'qiyotgan, tanlagan kasbini puxta egallayotgan farzandlarimizga esa oshirilgan miqdorda stipendiya beramiz. Iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari uchun yuqori intellektual salohiyatga ega kadrlarni tayyorlashga e'tiborni kuchaytiramiz. Jizzax Politexnika institutini Vengriyaning nufuzli Abuda universiteti boshqaruviga berish bo'yicha qaror qildik. Yaqinda Yaponiyaga tashrifimiz davomida O'zbekistonda Tsukuba Milliy universiteti bilan hamkorlikda aniq fanlar bo'yicha yangi oliygoh tashkil qilish haqida kelishib oldik. Ushbu tajribani davom ettirib, aniq fanlar va texnika yo'nalishdagi oliygohlarimizga dunyoning eng nufuzli universitetlarini jalb qilamiz. Yana bir masala, mehnat bozoriga yiliga 300 ming oliy ma'lumotli kadrlar kirib kelmoqda. Endi oliygoh bitiruvchilari va ish beruvchilar o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladigan raqamli ekotizim yaratamiz. Bu nima degani? Unda talabalarning akademik ko'rsatkichlari va korxonalardagi bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlar onlayn tarzda ko'rinib turadi. Ushbu ekotizim bitiruvchi kurs talabasi uchun o'ziga mos ish topish, korxonalarga esa malakali kadrlarni jalb qilish imkoniyatini yaratadi. Bu yil sog'liqni saqlash xodimlari bilan 2 marta uchrashib, ko'rib chiqilgan barcha masalalar bo'yicha alohida farmon va qarorlar qabul qildik. Tibbiyot tizimida ham kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun Angliyaning Pearson kompaniyasi bilan har bir hududimizda bittadan texnikumda xalqaro standartlar asosida hamshiralar tayyorlash boshlandi. Endi ana shu texnikumlarga Germaniya, Shveysariya, Yaponiya, AQSh kabi davlatlarning ta'lim dasturlari ham joriy etiladi. Shu asosda xalqaro talablarga javob beradigan, xorijiy tillarni biladigan hamshiralar tarkibini shakllantiramiz. Keng ko'lamli islohotlarimizni sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish bo'yicha ham jadal davom ettiramiz. Tibbiyot muassasalarining yagona yondashuvi asosida tashkil etish uchun master reja ishlab chiqiladi. Bundan tashqari, infar
infarkt, insult, onkologik, nefrologik kabi yuqumli bo'lmagan kasalliklar hamda transplantatsiya, vaksinatsiya, ona bola salomatligi yo'nalishlariga 3,5 trillion so'm alohida ajratamiz. O'tgan yilga nisbatan 1,5-2 barobarga ko'p pul ajratamiz. Qadrli do'stlar, ekologik muvozanatni ta'minlash, yashil energetika va suv resurslaridan oqilona foydalanish 5-ustuvor yo'nalishimizdir. Yirik korxonalarga filtr, tozalash inshooti va havoga chiqariladigan zararli moddalar tashlanmalarini monitoring qilish stansiyasi o'rnatish uchun birinchi bosqichda $100 million kredit liniyasi ochiladi. Kelgusi yil Samarqandda global ekologik jamg'armaning navbatdagi assambleyasi va Markaziy Osiyo xalqaro eko ko'rgazmasini o'tkazish rejalashtirilgan. Ushbu tadbirlar tarmoqlar, hududlar va biznes uchun hamkorlar topish, yangi eko loyihalarni birgalikda boshlashga katta imkoniyatlar yaratadi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida 2000 ga yaqin ko'mir va gazda islayotgan issiqxonalar bor. Havoga yiliga 137 ming tonna zararli modda chiqadi. Endi filtrsiz ko'mirda ishlaydigan qozonxonalardan voz kechamiz. Ularni poytaxt atrofidan ko'chirib, hamma joyda markazlashgan qozonxonalar orqali isitishni yo'lga qo'yamiz. Shu maqsadda 200 gektardan kam bo'lmagan agroklasterlar tashkil etiladi. Ularning tarkibiga o'tadigan issiqxonalarga alohida subsidiya beramiz. Shaharlarimizda tirbandliklar nafaqat odamlar hayotini qiyinlashtirmoqda, balki ekologiyaga ham jiddiy zarar etmoqda. Shu bois dunyo tajribasidan kelib chiqib, avtomobillar chiqarayotgan zararli moddalar darajasiga qarab ekologik stikerlar tizimi joriy etiladi. Katta miqdorda zararli moddalar chiqarayotgan avtomashinalarning poytaxt va viloyat markazlari hamda shaharlarga kirish cheklanadi. Bunday transport vositalarini yangisiga almashtirish yoki ularga filtr o'rnatish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'riladi. Buning uchun alohida jamg'arma tashkil qilinadi. Eski mashinasini almashtiraman deganlarga avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi. Filtr o'rnatib zararni kamaytirishga tayyor bo'lgan haydovchilar uchun xarajatlarning bir qismi bo'yicha subsidiya beriladi. Azim poytaxtimiz va yirik shaharlarda jamoat transportini rivojlantirish ustuvor vazifamiz bo'ladi. Shahar ko'chalarida avtobus va taksilar uchun maxsus yo'laklar ko'paytiriladi. Toshkent, Samarqand, Namangan shaharlarida transport harakatini intellektual svetoforlar orqali boshqarish tizimi joriy etiladi. Ekologik avtomobillarni ko'paytirish bo'yicha 5 yillik dasturni amalga oshiramiz. Bunda mahalliy elektromobillarga 12%, xorijiy elektromobillarga esa 16% avtokreditlar ajratiladi. Elektromobillarni quvvatlash stansiyalarini tashkil qilish uchun tadbirkorlarga 10% imtiyozli kreditlar beriladi. Yerlarini auksiondan 2 karra arzon narxda sotib olish imkoniyatlari yaratiladi. Elektromobillarni quvvatlash stansiyalarida avtomobillarni zaryadlash 1 kilovat soat elektr energiyasi narxi 300 so'mdan oshgan qismi davlat byudjetidan qoplab beriladi. Elektromobilda taksi xizmati ko'rsatgan fuqarolarga ham bir qator imtiyozlar beriladi. Bu ishlarni to'g'ri yo'lga qo'ysak, poytaxtimiz, viloyat markazlari va yirik shaharlar faqat ekotransportlar harakatlanadigan hududga aylanadi. Chang to'zonlar oldini olish uchun Surxondaryoda 10 ming gektar yashil makon va Sirdaryoda 84 kilometrlik yashil devor barpo etiladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro va Navoiyda jami 250 ming gektar, jumladan Orolning qurigan tubida 115 ming gektar yerda daraxt va butalar ekiladi. Har bir hududda botanika va dendrologiya bog'lari hamda 20 tadan har bir hududda soya salqin sayr ko'chalar barpo etiladi. Endi xuddi iqtisodiyotga qanday e'tibor bersak, ekologiyaga ham shunday e'tibor berishni hayotda o'zi bizni majbur qilyapti. Korxonalarda eko standartlarni joriy qilish uchun kelgusi 5 yilda kamida 30 ming nafar ekologiya menejerlariga talab paydo bo'layapti. Shuning uchun 2026-yilda har bir hududda yashil texnikumlar tashkil etilib, dual ta'lim asosida yiliga 10 ming mutaxassis tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Yangi yilda Markaziy Osiyo yashil universiteti faoliyatini kengaytiramiz.
havo, suv, tuproq sifatini aniqlash imkonini beradigan kompleks laboratoriyalar tashkil etiladi. Shaharlarda tabiiy ventilyatsiya kuchaytirishga qaratilgan tadqiqotlar o'tkaziladi. Umuman ekologiya sohasiga 2026-yilda 1 trillion 900 milliard so'm yo'naltiriladi. So'nggi 5 yilda 6000 megawatt quyosh, shamol va gidroelektrostansiyalar ishga tushirildi. Umumiy generatsiyamiz yashil energetikaning ulushi 30% ga yetdi. Yaqinda hamkorlarimiz bilan jami 3,5 ming megawattli 4 milliard 200 million dollarlik yangi yashil quvvatlar qurilishiga start berdik. Bu ishlarimiz orqali 2026-yilning o'zida 7 milliard kub metr tabiiy gaz tejiladi va havoga 11 million tonna zararli moddalar chiqishini oldin olinadi. Muhtaram vatandoshlar, dunyoda suv tanqisligi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shu bois suvdan oqilona foydalanishni davlat siyosati darajasiga olib chiqdik. Yaqinda suv tejaydigan texnologiyalarni keng qo'llash, suv inshootlarini modernizatsiya qilish, sug'orish tadbirlari bo'yicha kelgusi yil uchun qiymati 5,5 milliard dollarlik katta dastur qabul qildik. Dastur doirasida suvni tejaydigan texnologiyalar qamrovi 61% ga yoki 2,6 million gektarga yetkaziladi. Natijada yiliga 2,5 milliard kub metr suv tejaladi. 200 ming tonna bug' gaz kamaytiriladi. Umuman suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish tadbirlariga 2026-yilda jami 3 trillion 300 milliard so'm yo'naltiramiz. Shuningdek 1300 kilometr yirik magistral kanallar beton bilan qoplanadi. Buning uchun byudjetdan 3 trillion so'm sarflanadi. Bu qo'shimcha ravishda yiliga 500 million kub metr suvni iqtisod qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari joylarda ochiq drenaj va kollektorlarni yopiq tizimga o'tkazish bo'yicha ham yangi alohida dastur qabul qilamiz. Ushbu maqsadlarga dastlabki bosqichda 2026-yil uchun 100 million dollar ajratamiz. Kanallarni yopiq tizimga o'tkazish bo'yicha ham katta loyihalar boshlaymiz. Qashqadaryodagi Paxtabod kanalini bosimli quvurga o'tkazish bo'yicha 134 million dollarlik loyiha bu borada birinchi qadamimiz bo'ladi. Bular orqali qo'shimcha ravishda 20 ming gektar ekin yeri ochiladi. Yana 25 ming gektar maydon kafolatli suv bilan ta'minlanadi. Ayni vaqtda poytaxtimiz, viloyat markazlari va shaharlarda yashil hududlarni ko'paytirish uchun sug'orish, drenaj tizimlarini qayta tiklash zarur. Bir so'z bilan aytganda, shaharlarning barcha ko'chalarida ariqlardan suv aylanishi kerak. Bir paytlari yoshligimizda eslanglar, har bir ko'chamizda suv bo'lardi. Yo'li bor, shuni tiklashimiz kerak va buni albatta sizlar bilan birga tiklaymiz. Ma'lumot bunda mahalla raislari jonbozlik ko'rsatish kerak. Buning uchun 160 million dollarlik katta dastur doirasida Toshkent shahrida 150 kilometr yopiq drenaj tizimi barpo etiladi. 197 kilometr kanal va kollektorlar ta'mirlanadi. 63 kilometr yangi kanallar barpo qilinib, shaharda salqin mikroklimat yaratiladi. Boshqa hududlar rahbarlari ham chetdan kamida 25 million dollar mablag' olib kelib, kelgusi yildan viloyat markazlari va yirik shaharlarda bu loyihalarni amalga oshirsa minnatdor bo'lardi. Hurmatli deputat va senatorlar, 6-yo'nalishimiz bo'lgan zamonaviy davlat boshqaruvi va adolatli sud huquq tizimi borasida islohotlarimizni davom ettiramiz. Avvalo 2026-yildan boshlab elektron hukumat platformasi tubdan yangilanadi. 1000 tadan ziyod davlat xizmatlari, 5000 dan ortiq funksiya va vazifalari, 200 ta ma'lumot bazasi va axborot tizimi, 100 mingdan ziyod davlat xizmatchilarining mahalla, tuman, viloyat, respublika darajasidagi vakolatlari yagona raqamli platformaga integratsiya qilinadi. Platformaga kelib tushgan murojaatlar ularni ijrochilarga taqsimlash, ko'rib chiqish muddatini nazorat qilishi sun'iy intellekt orqali amalga oshiriladi. Sodda qilib aytganda, bu nima degani? Mahalladan tortib respublika darajasida hal bo'ladigan har bir masalaning ijrochisi, muddati, resursi bir joyda ko'rinib turadi. Eng muhimi davlat xizmatlarini ko'rsatishda inson omilisiz, korrupsiya va ortiqcha byurokratiyadan xoli ekotizim yaratamiz. Davlat xizmatlarini proaktiv jamlanma shaklda ko'rsatish tizimini rivojlantiramiz. Oddiy so'z bilan tushuntirsam,
yangi uy qurgan fuqaro kadastr hujjatlarini olish uchun murojaat qilsa, yangi platforma suvni ham, elektr va gazga ulash masalasini ham shu zahotda hal qilib beradi. Bunday xizmatlarni 2026-yilda 100 taga yetkazamiz. Shermatov, Toshqulov, Husaynov kelgusi yilda Namangan, Surxondaryo viloyatlari, Toshkent shahri, shuningdek ulardagi tuman va mahallalarda qurilish, adliya, oliy ta'lim, soliq idoralari, ularning viloyat tuman bo'limlarida ushbu platformani to'liq sinovdan o'tkazadi. Har bir vazir, tarmoq rahbari va hokimlar ham yangi yilda xuddi shunday ishlarni yo'lga qo'yishni boshlashi zarur. Davlat xizmatlarini aholiga yanada yaqinlashtirish bo'yicha katta ishlarni boshlaymiz. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bugungi kunda Oliy Majlisimiz eng kuchli parlamentlarga xos bo'lgan barcha nazorat vakolatlariga ega. Xususan 2023-yildan buyon tashqi qarz miqdorini parlamentimiz belgilab kelmoqda. Endi davlat kafolati ostida tashqi qarz olish masalasini ma'qullashni ham parlament vakolatiga o'tkazsak nima deysizlar? Parlamentimiz degani xalq nazorati bo'ladi bu degani. Ko'plab ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar fikrini o'rganib, 2026-yil 1-yanvardan davlat xaridlari uchun ochiq, shaffof va adolatli tizim yaratyapmiz. Tadbirkorlarimizga bu nima degani? 300 trillion so'mlik kafolatli bozorda o'zlarining tovar va xizmatlari bilan faol ishtirok etishlari uchun katta imkoniyatlar eshigi ochiladi. Bundan buyon davlat xaridlarida tovar, ish va xizmatlar to'g'ridan to'g'ri sotib olish mumkin bo'lgan holatlar faqat va faqat qonun bilan belgilanadi. Xabaringiz bor, konstitutsiyaviy islohotlarimiz doirasida viloyat hokimlari va mahalliy kengash raislari lavozimlarini bir-biridan ajratgan edik. Endi bu tizim 2026-yil 1-yanvardan 208 ta tuman va shaharlarda ham yo'lga qo'yiladi. Ayni paytda ushbu jiddiy siyosiy islohot hokimlar va ijro idoralaridan kengashlarga munosabatni mutlaqo o'zgartirishni talab qiladi. Bundan buyon kengash deputati, shahar, viloyat, respublika deputatlari deputat so'rovining ijrosi har chorakda tahlil qilinib, sustkashlikka yo'l qo'ygan holatlar bo'yicha prokuraturaga taqdimot kiritiladi. Islohotlarni samaradorligini ta'minlashda fuqarolik jamiyati institutlarining roli juda muhim. Buni hammamiz ko'rib, bilib turibmiz. Shu bois ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosatni kelgusida ham izchil davom ettiramiz. Xususan, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha 5 yillik yangi strategiya ishlab chiqiladi. Ushbu institutlarga ijtimoiy buyurtma berish tizimli raqamlashtirilib, moliyalashtirish hajmi 2 karraga oshiriladi. Bundan tashqari, xayriya tashkilotlarini tuzish tartibi soddalashtiriladi. Hisobdorlik va shaffoflik mexanizmlarini takomillashtiramiz. Takror aytaman, yurtimizda keng ko'lamli yangilanishlar davrida, yangi O'zbekiston davrida ochiqlik siyosatdan hech qachon ortga qaytmaymiz. Bu birinchi masala. So'z va matbuot erkinligini ta'minlash bizda ustuvor vazifa bo'lib qolgan va qoladi ham. Shuni hamma bilish kerak. Muhtaram deputat va senatorlar, sud huquq tizimini xalqqa yaqinlashtirishga qaratilgan ishlarimizni izchil davom ettiramiz. Biz odil sudlov jarayonini raqamli sud konsepsiyasi asosida tashkil etishni boshladik. Qanday og'ir bo'lmasin. Endi yangi tizim tergovni ham raqamlashtirish orqali inson huquqlari himoyasini kuchaytiramiz. Bunda jinoyat haqidagi arizani qabul qilishdan boshlab ishni sudga o'tkazishgacha bo'lgan bosqichlarga sun'iy intellekt texnologiyalari joriy etiladi va inson omili qancha mumkin bo'lsa qisqartiriladi. Yurtimizda tergov sudyalari ish boshlagani xalqaro tan olingan habeas corpus institutini qo'llashning navbatdagi muhim bosqichi bo'ldi desak, bu ham adolatdan. 2026-yildan tergov sudyalariga sanksiya va majburlov choralarini o'zgartirish hamda bekor qilish vakolatlarini ham beramiz. Odil sudlovni amalga oshirishda
jamoatchilik ishtirokini va rolini oshirib boramiz. Endi jinoyat protsessiga ingliz huquqidagi rivojlangan davlatlarda ijobiy natija bergan xalq vakillari hayoti instituti bosqichma-bosqich joriy etiladi. Bunda o'ta og'ir va jamiyatda shov-shuvga sabab bo'layotgan jinoyatlar jamoatchilik vakillari ishtirokida ko'rib chiqilishi sud hukmini yanada adolatli bo'lishiga xizmat qiladi. Sud qarorini ijrosini so'zsiz ta'minlamay turib, fuqaro va tadbirkorlar huquqini ishonchli tiklanishiga erishib bo'lmaydi. Shu bois majburiy ijro jarayoniga samarali muqobil mexanizmlar ham kiritamiz. Natijada sohaga sun'iy intellekt joriy etilib, kelgusi 2 yilda ijro harakatlarining 30% inson omilisiz amalga oshiriladi. Ko'ryapsizlar, shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda giyohvandlik xavfi aholi genofondi uchun katta tahdidga aylanib bormoqda. Afsuski, bugungi globallashuv davrida bunday xavf-xatarlar O'zbekistonda ham chetlab o'tgani yo'q, bizda ham ta'siri juda kuchli bo'lyapti. Bu yil 1 yil ichida 14 mingdan ziyod giyohvandlik jinoyatlari qayd etilgan. Ularning 3 mingga yaqinini yoshlar sodir etyapti. Bu juda katta biz uchun xavf-xatar. Ana shuni hurmatli senatorlarimiz, deputatlarimiz, ayniqsa mahalla raislari, rahbarlarimiz hammamiz qizil qalam bilan yozib olishimiz kerak. Narkotik savdosi transchegaraviy va virtual xarakterga ega bo'lib bormoqda. Bu esa jinoyatlarni aniqlashda yangi usullarni qo'llashni, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallashni talab qilmoqda. Yaqinda ushbu masala bo'yicha milliy dastur qabul qildik. Endi narko jinoyatlarga qarshi kurashni umummilliy harakatga aylantirib, jamiyatda bu illatga murosasiz muhit yaratamiz. Kim bu vazifani faqat huquq-tartibot idoralari ishi deb bilganlar adashadi. Yurtimizdagi har bir bola, har bir yosh bizning farzandlarimiz. Ularni giyohvandlik changaliga tashlab qo'yishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Giyohvandlikni tok tomiri bilan butkul yo'qotish yoshlarimizning kuchli ma'naviy ruhiy immunitetini shakllantirish bo'yicha barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar qilishimiz zarur. Narko jinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha respublika ishchi guruhi tuzdik. Davlat idoralarining bor kuch va imkoniyatlarini ishga solib, kelgusi yilda narkotiklarni ishlab chiqarish va tarqatish kanallariga chek qo'yish bo'yicha yangi tizim yaratishimiz zarur. Bu prezident topshirig'i, bu ota-onalarning xohish istagi, bu jamiyatimizning talabi desak to'g'ri bo'ladi. Tinchlik hukm surgan, qonun ustuvor bo'lgan fuqarolarning xavfsizligi ta'minlangan joyga investitsiyalar ham keladi. Bu yerda turizm ham rivojlanadi. Lekin so'nggi paytlarda o'zini qonundan ustun qo'ygan tadbirkorlarga bosim qilib, ularning biznesini egallab olishga harakat qilayotgan, iqtisodiyotimizga jiddiy putur yetkazayotgan murakkab moliyaviy jinoyatlar sodir etayotganlar, o'zini qozi deb hisoblagan odamlar o'rtasida oldi-berdi masalalarni hal qilib yurgan ayrim jinoiy to'dalar ham paydo bo'lyapti. Buni ham yashirishimiz kerak emas. Bu ham iqtisodiyot rivojlangani sari oldimizda xavf-xatarlar ham paydo bo'lyapti. Eng achinarlisi, oson pul topaman degan ilinjida bilagida kuchi bor ayrim sportchilar ham bunday jinoiy to'dalarga qo'shilib qolgani bizni xavotirga solayapti. Yana bir yomon jihati, O'zbekiston fuqarolaridan iborat jinoiy guruhlar ayrim chet davlatlarda ham mavjudligi yurtimizning xalqaro obro'yiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hamma eshitib olsin. Bunday jinoiy to'dalar faoliyatiga chek qo'yishga kuchimiz ham, qudratimiz ham yetadi. Bunga yo'l qo'ymaymiz va butun jamiyatimiz bilan albatta kurashamiz. O'zbekistonda fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz va investorlarni har qanday vaziyatda ham ishonchli himoya qiladigan davlat bor, konstitutsiya bor, qonunlar bor.
Yana bitta illat bor, mana shuni ham bugun aytishni lozim deb bildim. Xotin-qizlarning qadrini joyiga qo'yish, farzandlarimizni himoya qilish qadim-qadimdan erkaklar uchun sha'n va g'urur masalasi bo'lib kelgan. Lekin jamiyatimizda ayollar va bolalarning turli zo'ravonlikka uchrayotgani buyuk tarix, yuksak ma'naviyat va ma'rifatga ega bo'lgan oilani muqaddas deb bilgan xalqimizga aslo yarashmaydi. So'nggi 2 yilda ayollar va bolalarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik holatlari bo'yicha 2000 dan ziyod jinoyatlar aniqlangan. Hech qachon unutmaylik. Oilaviy zo'ravonlik bu faqat oilaning ichki ishi emas, bu butun jamiyatga tegishli masala. Ayolni o'z muammosi bilan yolg'iz tashlab qo'yishga hech kimni haqqi yo'q. Ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha respublika muvofiqlashtirish kengash ham tuzdik. Barcha davlat idoralari va keng jamoatchilikni safarbar qilgan holda bunday salbiy holatlarga barham berish bo'yicha samarali ishlaydigan tizim yaratamiz. Parlamentimiz, fuqarolik jamiyati institutlari ham bu jarayonda faol ishtirok etsa, albatta natija mutlaqo boshqacha bo'ladi. Takror va takror aytaman, korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqarayotgan jamiyatda ishonch muhitini zaiflashadigan eng jiddiy tahdiddir. Korrupsiyaga yo'l qo'yish esa islohotlarimizga xiyonat desak bu to'g'ri bo'ladi. Bu illatga qarshi kurashish bo'yicha 2026-yilda favqulodda holat e'lon qilamiz. Barcha idoralar compliance va korrupsiyaga qarshi nazoratga mas'ul o'rinbosari lavozimi joriy etiladi. Hisob palatasining vakili faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ushbu rahbarlar tizimdagi nopok shaxslarni aniqlash, shuningdek byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va mansabni suiiste'mol qilish holatlari oldini olish bo'yicha ta'sirchan nazoratga o'tadi va prezident oldida hisobot beradi. Davlatning har bir so'm mablag'i resursi bo'yicha shaxsiy javobgarlik kuchaytiriladi. Lavozimim, unvonim bor, menga hech kim tegmaydi deganlar adashadi O'zbekistonda. Qonun oldida hamma teng. Ichki ishlar, prokuratura, soliq, bojxona, moliya, bank, yirik davlat kompaniyalari, vazirlar va hokimlar bir so'z bilan aytganda bironta idora va tashkilot nazoratdan chetda qolmaydi. Compliance xizmatining faoliyatiga to'sqinlik qilganlar korrupsiyaga sherik deb baholanadi va javobgarlik shunga mos bo'ladi. Prezident administratsiyasi compliance xizmati bu tizimning 1-yanvardan boshlab barcha davlat idoralari va tashkilotlarida ishga tushirib, jilovni mahkam qo'lga olsin. Mansabidan qat'iy nazar poraxo'rlik va suiiste'molchilik bo'yicha har bir holat yuzasidan prezident administratsiya compliance xizmati shaxsan menga axborot qiladi. Hech kimga bo'ysunmaydi. Ana shuni bilinglar. Hurmatli majlis ishtirokchilari, jahonda murakkab geosiyosiy va iqtisodiy muammolar tobora avj olib bormoqda. Bunday murakkab vaziyatda barcha davlatlar bilan teng huquqli va konstruktiv munosabatlarni yanada mustahkamlash, mutanosib, ochiq tashqi siyosat olib borishga qaratilgan faoliyatimizni davom ettiramiz. Yaqin qo'shnilarimiz bilan ko'p asrlik do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va o'zaro ishonch ruhidagi aloqalarimizni yanada rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratamiz. Bunda mintaqamiz davlatlari o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, transport, logistika, energetika, suv, ekologiya, xavfsizlik, madaniyat va ta'lim sohalarida hamkorlikni yanada chuqurlashtiramiz. Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, uni mintaqadagi iqtisodiy jarayonlarga keng jalb qilish asosiy maqsadlarimizdan biri bo'lib qolmoqda. Asosiy xorijiy sheriklarimiz hisoblangan Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Katar, Iordaniya, Kuvayt, Umon, Hindiston, Pokiston va boshqa davlatlar bilan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli aloqalarni yanada kengaytirish bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi. Shuningdek, Janubiy Sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq, Afrika va Latin Amerika mamlakatlari bilan ham yangi va istiqbolli yo'nalishlarda manfaatli hamkorlikni mustahkamlash, Janubiy Kavkaz va Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarni kengaytirish strategik yo'nalishlardan biri bo'ladi. Fursatdan foydalanib bugungi anjumanimizda qatnashayotgan xorijiy davlatlarning muhtaram elchilariga qarab aytmoqchiman. Biz bilan aloqalarni kengaytirib, O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini faol qo'llab-quvvatlaganlaring uchun mamlakatlaringiz hukumatlariga alohida tashakkur bildirmoqchiman.
Nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, iqtisodiy institutlar bilan yaqin hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqamiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki va boshqa yetakchi moliya institutlari bilan hamkorlikda iqtisodiyotimizni texnologik modernizatsiya qilish, infratuzilmani rivojlantirish, barqaror energetika va transport loyihalarini amalga oshirish borasidagi ishlarni davom ettiramiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Turkiy davlatlar tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti doirasida an'anaviy keng qamrovli sheriklik aloqalarini yanada kengaytiramiz. Bunday ulug'vor vazifalar bizdan yurtimizda tinchlik va barqarorlik, millatlar va dinlar aro do'stlik va ahillikni yanada mustahkamlash, qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyatini oshirishni talab etadi. Buning uchun biz barcha zarur chora-tadbirlarni albatta amalga oshiramiz. Aziz vatandoshlarim, bugun biz sizlar bilan 2026-yil va kelgusi 5 yil uchun katta marralarni belgiladik. Bu katta marralar oxirgi yillarda nimaga qodir ekanligimizni butun dunyo hamjamiyatiga yetkazdik. Katta rejalarni amalga oshirmasak biz marraga yeta olmaymiz. Shuning uchun erishilgan ulkan natijalar, yangi ustuvor vazifalar O'zbekiston 2030 strategiyasini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Yurtimizning kelgusi 5 yillik taraqqiyotiga daxldor bo'lgan ushbu hujjatni keng jamoatchilik muhokamasidan o'tkazib, aholimizning fikr va mulohazalari asosida takomillashtirishimizni taqozo etyapti. Agar sizlar qo'llab-quvvatlasalaring, yangi dastur qabul qilamiz. Parlament vakillarini ham bu jarayonda o'z takliflari bilan faol ishtirok etishga chaqiraman. Kelgusi yilda ma'naviyat sohasini yanada rivojlantirib, ijtimoiy madaniy hayotimizdagi muhim sanalarni keng nishonlaymiz. Jumladan barcha yutuq va g'alabalarimizning poydevori bo'lgan vatanimiz mustaqilligining shonli 35 yilini katta bayram sifatida o'tkazamiz. Shuningdek, Sohibqiron Amir Temur, Mir Alisher Navoiy bobolarimizning qutlug' tavallud ayyomlariga katta tayyorgarlikni hozirdan boshlashimiz zarur. Bunday ulug' sanalarni yuksak darajada har tomonlama munosib o'tkazish uchun albatta tegishli qarorlarni qabul qilamiz. Ularni amalga oshirishda mahallalar, ta'lim, tarbiya maskanlari, mehnat jamoalari, ziyolilarimiz, xorijdagi elchixonalarimiz, umuman butun xalqimiz faol ishtirok etadi deb ishonaman. Qadrli va muhtaram yurtdoshlar, bugun sizlarga siz orqali butun el yurtimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Bugun tarixning o'zi, hayotning o'zi zimmamizga buyuk bir mas'uliyat yuklamoqda. Janajon vatanimiz bugun yangicha siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, ma'naviy munosabatlar asosida yashab, mehnat qilayotgan, mustaqil fikrlayotgan, ozod va erkin insonlar diyoriga aylanmoqda. Bilasizlar, bir vaqtlar Mirzo Ulug'bek bobomiz insoniyat uchun yulduzlar xaritasini yaratgan edi. Buni hammamiz tarixdan bilamiz. Bugun esa biz hozirgi va kelajak avlodlar uchun baxtli hayotga olib borayotgan yo'l xaritasini yaratishimiz lozim. Mana shu haqiqatni chuqur his etib, barchamiz birlashib harakat qilsak, har qanday yuksak marrani zabt etishga qodirmiz. Biron bir kuch bizni o'z yo'limizdan endi orqaga qayta olmaydi. Bir bo'lsak, yagona xalq, yagona millat bo'lib harakat qilsak, ko'zlagan ulkan maqsadlarga albatta yetamiz. Men bu yo'lda mard va olijanob xalqimizga ishonaman. O'zbekistonning beqiyos kuchi va imkoniyatlariga, aziz yoshlarimizning azmu shijoatiga ishonaman. Fursatdan foydalanib, el yurt manfaati, vatan taqdirini o'ylab, muqaddas zaminning asl farzandlari, fidoi posbonlari bo'lgan, o'zining ayamasdan sidqidildan mehnat qilayotgan siz azizlarga, bunyodkor xalqimga chin dildan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Barchangizga sihat, salomatlik, oilaviy baxt, saodat,
sharafli faoliyatingizda yutuq va omadlar tilayman. Ilohim yangi yilimiz barakotli kelsin. Ilohim jonajon vatanimiz hamisha obod, farovon bo'lib, tinchligimizga, obodligimizga, barqarorligimizga ko'z tegmasi, sog' omon bo'linglar.